Kargo xizmatini ko'rsatadigan korxonalar ham ko'payib ketdi, lekin hozir sizga achchiq haqiqatni aytaman. Haqiqat shundaki, ko'p kargo kompaniyalar afsuski birinchi qo'l emas, balki o'rtakash bo'lishadi. Shuning uchun ham siz topshirayotgan mahsulotlar o'z vaqtida yoki o'z qiymatida yetib kelmasligi mumkin. Nima qilishchi bo'lsa, hozir birga ko'rib chiqamiz. Shuning uchun ham biz ancha vaqtdan beri sizga baqirib Best Logistics deb kelamiz. Chunki bizning rahbarlarimizning o'zligisi Xitoyda istiqomat qilishadi va shaxsan Oyatilla akaning o'zlari har bitta yuk furaga o'z vaqtida ortilishi va bu furalar o'z vaqtida yo'lga chiqib ketishini ta'minlab turadilar. Tabiiyki, bu sizga yuklaringiz o'z vaqtida O'zbekistonga yetib kelishini, bundan tashqari yuklar boshqa kargolarga nisbatan ancha arzonroq yetib kelishini va asosiysi yuklarga hech qanaqa shikast yetmasligini, yuklar chiroyli qadoqlanib kelishini va ular aniq yetib kelishini ta'minlab beradi. Agar siz ham o'z skladlaringizni yuklaringiz bilan ishonchli kargo orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz va ko'proq pulni logistikaga emas, balki yuklarni soniga sarflamoqchi bo'lsangiz, Best Logistics